İkinci faslga o'zi nima deysiz? Ikkinchi fasl endi Kamron, Shirin baribir birinchi fasl agarda serialda oxirida vafot etdi deyishdi. Endi bilmadim endi tomoshabinlar Iffatni baribir shu 3ta qahramon Kamron, Bilol, Shirin, Rashid atrofida baribir ko'rishgan. Va endi Rashid ham qamoqda-da. Qamoqda nima qila oladi? Balkim ikkinchi sezonda Bekzod qamoqdan chiqib, siz yana ofisga qaytib, balkim Shirinning o'rniga yana bitta boshqachisi kelar. Ya'ni sizni ko'p kuzatdim. Bu Shohruxxon degan, qizlarning ajali degan gaplar bor ekan oramizda. Balkim shu boshqa qiz kelib shu bilan baxtli bo'lib ketarsiz. Sizlardan ham yaxshi kelib qoladi. Endi bilmadim. Endi kadr все покажет deyishadi-yu. Agarda endi olinsa, undan keyin ekranda ko'rsak, o'shandan keyin aniq javob bera olaman, lekin bilmadim. Mani yokida qanaqadir bilmadim. Chunki u bitta asar tugatilgandan keyin yana shunga aniq qilinsa, baribir hammasi baribir birinchi fasl boshqacha edi deb aytishadi-da. Degan fikr keladi. Xuddi uni Krosni aytsa 4-qismi yo'qdek, xuddi. Yoki bitta kinolar bor, masalan, Wall Street kinosi yoki zo'r kinolar, Titanic masalan davomini qilishlari mumkin edi. Lekin yo'q, u bitta asar bo'lgan va tomoshabinlar qalbida shu asar bitta butun bo'lib qolgan. Balkim lekin xuddi shu jamoa bilan boshqa yana bitta serial olinsa va unda o'zi boshqacharoq voqealar bo'ladigan bo'lsa, tomoshabinga shunisi qiziqroq bo'ladi. Yangi qiyofada masalan Shoistani ko'radi yoki Kamron obrazida ijro qilgan Otash akani masalan ko'rishadi. Rashidni yoki meni ko'rishadi. Tomoshabin haqiqatan mana shunaqa obrazda ham bir-birlariga mos bo'lishar ekan deb o'ylab qolishadi. Shunday ikkinchi sezonni qilmaymiz. Endi masalan menga qolsa qilinglar. Qilinglar. Sezonni qilaveramiz, ana ikkinchi fasl o'zi bo'lish kerak. Endi masalan Bilol endi sevinch bilan qoldi, lekin uni hayoti qanaqa kechdi degan baribir tomoshabinga shunaqa savollar tug'iladi. Qilsanglar bo'ladi. Yaxshi. Unda sizga kattakon rahmat, ishlaringizga omad. Rahmat. Joningiz sog' salomat bo'lsin. Rahmat kattakon.